Sizlarga bugun mana shunaqa pampersli buket yasashni o'rgataman. Qaranglar, hozir bandani tiqish kursdan tayyor qilib olganmiz. Uchlarni skotch qilib, kesib olgan joyimizni kirgizib olamiz. Mana bu yoq tomondan ustidan ushlab qotiramiz. Mana bizda korzinkamiz mana shu ko'taradigan holatga keladi. Valiya qizlar mana shu birinchi qatorda shu kursini buklab olasizlar. Keyin biz bunaqa cho'plardan foydalanib, ustini yana baland qilib hozir ko'taramiz. Men o'sha bu yoqda hammasini qilib oldim. Oddiy o'zimiz hozirgidek pampersimiz kerak bo'ladi. Mana qattiq joyi bo'ladi, buchkali joy, o'shandan bundoq buklaymiz. Xuddi ana birinchi qatorga qanaqa buklagan bo'lsa, shunaqa buklaymiz. Faqat qaranglar, mana bu yog'i ingichkaroq, bu yog'i mana ko'rib turibsizlar, gulliroq istaymiz. Shu tomon значит tepaga bo'ladi. Biz hozir mana buni rezinkada qotirib olamiz. Uchun ham qilsak bo'lardi cho'pni, lekin biz mana buni rezinkani mana bundan o'tkazib olamiz. Qaranglar. Moshni turadi, qimillab ketmaydi. Hozir buni endi korobkaning ustiga chiroyli qilib teramiz. Birinchi qatorimiz tayyor. Mana ustidan keyin shu cho'pli variantli pamperslarimizni terib chiqamiz. Shunda mana baland buket bo'ladi. Agar bir qator qilsanglar bunaqa baland bo'lmaydi deb. Cho'pli joylarim yetmagan joyga просто mana shu cho'psiz variantlarni bundoq qilib to'ldirib olsak bo'ladi. Faqat oralarida bo'lishi kerak, shunda tushib qolmaydi. 3 soat deganda biz ana mana shunaqa pampersli katta buketimiz tayyor bo'ldi qizlar. Qolgandan menga mana shunaqa sovg'a olib berishmagan bilmadim. 19 bilan shunaqa katta onajonlar uchun maxsus buketlar yasasanglar bo'ladi. Yoqqan bo'lsa like kutib qolaman. Hammalarni yaxshi ko'raman.